Hammaga assalomu alaykum qadrdonlar. Hozirgi paytda ayni dolzarb muammo bo'lib kelayotgan Ariston suv isitish vositasi muammolari hozirda ko'pchilikda ro'y beryapti. Ya'ni tozalash ishlari ko'p olib borilyapti aholi ichida. Shu masala bo'yicha bizda yechim bor, qo'ldan kelgancha xudo xolasa harakat qilyapmiz. Ariston tozalash vositasi, ya'ni kislota bizda bor, mavjud. Kerak bo'lsa kelaverasizlar. Ariston uchun tenlar. Kerak bo'lsa sanglilargacha bor. 2 kilogramm mana shu xudo xolasa xizmatlarimiz. Pastki nomerlarni kiritib qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha qishloq usulida dastlabki qilaveramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar kelib. Qayerda deb so'raganlar uchun mana Vinovat kanalidagi mana biz do'kon kelaverasizlar.